Ketdimi? Ha, ketdi. To'xtab turinglar-da. Ha? Hozir seni oldiga o'tkazib oldim. Odamlar nima deb o'ylaydi? Xotinini oldiga o'tkazib, oysini oldiga o'tkazib qo'yibdi deb. Tush ortiga o't, oyim oldiga o'tkazib. Men oldiga o'taman. Mana endi yaxshi bo'ldi, ketdim. Yaxshi ketyapsizmi? Onajonim, qara, hamma qarayapti. Yomon qaynona demasin meni, kelinni orqaga o'tirgizib o'zi oldiga o'tiryapti deb. Qo'y, mana orqada ketay, qizim bilan birga. Bo'pti, to'g'ri. Yaxshi ketyapsizlarmi? Ketdik endi. To'xtang, Islam aka. Ha? Odamlar sizni yomon deb o'ylaydi. Oldini bo'sh ketkizyapti, orqaga onasi bilan xotinini o'tkazib qo'yibdi. Yomon rashk ekan deb gapirib tashlashadi Islam aka. Ha, yo'q. Ha. Bo'ldi, unda to'xtanglar, nima qilamiz? Endi yaxshi bo'ldi, ha? Yo'q, men mana yaxshi, o'zi yaxshi ketasizmi? Ha, yaxshi. Mana qaranglar. Odamlarni o'ylashga o'yladi. Yo'lda gay to'xtatsa nima deyman? Ketdi, pishkom ketamiz. Tavba, odamlarga ham qayonsa shunaqa zo'r mashinasi bor, lekin pishkom ketishadi.